Bugungi davrimizda iman iffetlik ve axloqliq yosh bo'lish intayin qiyin. Bo'libmi iman iffetlik ve axloqliq Uyg'ur yosh bo'lish texmi qiyin. Chunki nega qarasak gunoh atrofimizni harom qurshab turgan yomon ishlarni izlash emas, balki yomon ishlar bizni izlab keladigan bir muhitda yashayotimiz. Yana bir tarafdan biz qilayotgan g'am andishalar, shum xavala, ilojsizliklar, imkonsizliklar bir qism kishilarni o'zining ojizligini his qildirib Allohga yaqinlashtirsa, yana bir qism kishilarda botnash psixikasi paydo qilib Allohdan yiroqlashtirmoqda. Hatto Allohga isyon qildirmoqda. To'g'ri xato, halol haromni bir chetga qo'yib qo'yib, mayli nim bo'lsin, majruh ruhimiz uchun malham izlaydigan, oqibatining qandoq bo'lishidan qat'iy nazar xushalliqli bo'lsa qildigan bir holatga keldik. Moddiy qiyinchiliklar tufayli boshqalarning haqqidan qo'rqmaydigan, qilayotgan tijoratlarimizda jazoni halol haromga parvo qilmaydigan bir holat qarab ketyapmiz. Demakki, bizdagi ruhiy majruhlik bulg'angan muhit va moddiy qiyinchiliklar qatorli qatma-qat qiyinchiliklar bilan imtihonning eng yuqori pallasida, ya'ni tanlanish bosqichida turyapmiz. Bunda qatma-qat qiyinchiliklar orasidan iymon iffetimiz va axloqimiz bilan sog'-salomat chiqish va tanlanish intayin tez. Ammo yana bir tarafdan qaragan vaqtimizda bu qatma-qat qiyinchiliklar biz uchun bir fursat, bir yaxshilik. Chunki inson qancha qiyinchilikni yengan sari uning darajasi, uning qimmati shuncha oshadi. Masalan, bir boksyorchi o'zi bilan teng yoki o'zining teng bir raqibini yengsa, bu uning uchun hech qanday qimmat qo'shmaydi. Ammo o'zining qancha kuchli, o'zining qanchalik darajasi yuqori kishilarni yengsa, uning darajasi shuncha o'rlaydi. Shuning uchun boksyorchilar eng yomon odamni tepib, uni yengish orqali o'zining o'rnini yuqoriga ko'taradi. Uni yengish jarayonidagi qiyinchiliklardan batnamaydi, qaqshamaydi. Bu qiyinchiliklarni o'zining o'rnini yuqori ko'tarishdagi bir fursat deb qaraydi. Bizmi dal shuningga o'xshash oldimiz kelgan qiyinchiliklarni va o'zimizni saqlash qiyin bo'lgan haromlarni o'zimizning o'rnini yuqori ko'tarishdagi bir fursat deb bilishimiz kerak. Farishtalar Alloh taologa 24 soat kechimi kunduz ibodat qiladi. Ammo biz insonlar, hatto payg'ambarlar ham Alloh taologa 24 soat kechimi kunduz ibodat qilmaydi. Chunki bizning uxlaydigan vaqtimiz bor, ammo farishtalar kechimi kunduz ibodat qiladi. Ammo shundoq turib, nima uchun payg'ambarlar va insonlar ichidagi taqvodor kishilar Allohning nazarida shu Allohga 24 soat ibodat qiladigan farishtalardan yuqori o'rinda turadi? Chunki farishtalar gunohga duchor bo'lmaydi. Ularni harom o'ziga tortmaydi. Ularni haromga ittiradigan ularning nafsi bo'lmaydi. Shayton ularga hujum qilmaydi. Ular la ya'sunalloha ma amarahum va yaf'aluna ma yu'marun. Allohga itoat qiladigan, Allohga osilik qilmaydigan, gunoh qilish tuyg'usi bo'lmagan bir maxluq. Shuning uchun ular Allohga 24 soat ibodat qilsa-mo, agar biz gunohdan o'zimizni saqlab, solih, yaxshi kishilardan bo'lalsak, Allohning nazaridagi bizning o'rnimizga yetanmaydi. Chunki biz shayton bilan kurash qilamiz, o'zimizning nafs bilan kurash qilamiz. Demak, bizning farishtadan ustun bo'lishimizning sababi bizning nafsimiz va shayton bilan bo'lgan kurashimizdagi qiyinchiligimizdan kelgan. Chunki nurg'unlagan kishilar yaxshi ishlarni, savobli ishlarni qila olishi mumkin. Ammo gunohdan o'zini saqlash, shaytonni yengish, nafsini yengish Alloh taoloning bandalari ichidan tanlangan nihoyat oz qism kishilarga nasib bo'ladi. Shuning uchun payg'ambar alayhissalom lil mutamassiki fihi ajru 50 shahidan minkum. Nega qarasa harom, gunohdan o'zini saqlash qiyin, gunohni izlash ketmaydigan, balki gunoh odamni izlab keladigan shu oxirgi zamonda o'zining dinini saqlab, iffetini, axloqini saqlagan kishiga siladin, ya'ni sahobalar ichidan shahid qilingan 50 kishining ajri berildi deb bishorat bergan. Bu nima degan buyuk ajr? Undaqda qandoq qilib gunohdan o'zimizni saqlab, iffetimizni himoya qilib, axloqimizni qo'g'dab, bu qiyinchiliklarni yengib, Allohning nazaridagi o'rnimizni yuksaltira olamiz? Bu haqda masalaga bir qancha tavsiyalarni qilaman. Birinchisi, dunyodagi ahvolimizni bilish. Badiuzzamon Said Nursi bizning dunyodagi ahvolimizni go'zal bir hikoya bilan ifodalab mundaq deydi. Bir odam bor. Bu odamning keyindan yo'las olib kelyapti. Oldida dar og'zi bor. Bu odam to'xtamay yugurayotgan. Bu odamning ikki mo'risida ikki dona yara bor. Bu yara u odamni azoblayotdi. Bu odam bu yo'ldan to'xtayolmaydi. Shunday holatda bu odamga bir odam kelib, "O'ynayli, ko'ngil ochayli" deydi. Amaliyotda bu hikoyadagi odamning ahvoli bizning dunyodagi ahvolimizning o'zi shu. Bu odamning keyindan qo'lab kelayotgan yo'las bo'lsa, har birimizning keyindan qo'lab kelayotgan ajal yo'lasi. Balkim bu yo'las bizga at yetishverishi mumkin, yoki bugun yetishverishi mumkin, balkim 1 soatdan keyin yetishverishi mumkin. Bu yo'lbos har kuni 250 mingdan 300 ming qadar odamning keyiniga yetishib o'lyapti. Bu odamning ikki mo'risidagi yori bo'lsa, har bir insonda bo'ladigan ojizlik va muhtojlik. Bir odam qanchalik boy bo'lib ketsin, qanchalik kuchli bo'lib ketsin, dunyo qanchalik taraqqiy qilib ketsin, inson ojiyamaydigan ikki sifat bo'ladi. Birisi ojizlik, ya'ni birisi muhtojlik. Bu har bir odamda bor. Masalan, meditsina qanchalik taraqqiy qilib ketsin, bizni bir tal ko'z bilan ko'gilib bo'lmaydigan mikrob yiqitalaydi. Biz shunchalik ojiz. Yana shuningdek biz nihoyatda muhtoj. Biz hayot turishimiz uchun
bizning qinimizning aylanishga ehtiyojimiz bor. Bedenimizdagi hücrelerin ülep ve tirilishga ehtiyojimiz bor. Nefeslanishimiz uchun havoga ehtiyojimiz bor, quyoshga ehtiyojimiz bor. Bizning ehtiyojimizni sanasak, sanab tugitib bo'lolmaymiz. Demak, har birimizning ikki mövzusida ojizlik va muhtojlikdan iborat biz qutlanmaydigan ikki yorimiz bor. Hikoyadagi odamning oldidagi dar ig'zi bo'lsa, biz ko'rayotgan, biz oylashdan qo'rqadigan kishilarningki ülep ketishi, hijron azobi. Biz nurg'ulg'an kishilardan ayrildik. Hali ham ayrilyapmiz. Cho'qim ayrilamiz. Demak, ko'z oldimizda kishilar darg'a eslayotdi. Demak, bundoq bir jiddiy holatda bir odam bizga kelib, o'ynayli, o'yin tomosha qilayli, kayflanayli desa, bir aql egisi buniga ma'qul demda, hargiz ma'qul demaydi. Qani endi o'ylab baqaylik. Bizning ahvolimiz hikoyadagi o odamning ahvoliga o'xshamdi ekan, o'xshamamdi ekan. Qaysimizning keyindan qo'g'lab kelayotgan ajal yo'lisi yo'q. Kim men o'lmayman deyalaydi. Qaysimizning oldida dar eg'izi yo'q. Kimning atrofidan tuqqanlari o'lmadi, tunish bilishlaridan ayrilmadi. Hammamiz ayrildik. Kimning ikki tarafida ojizlik va muhtojlikdan iborat bu ikki yarisi yo'q, hammamizning bor. Demak, biz bexutlashdik. Dunyodagi haqiqiy ahvolimizni unutdik. Allohga ishonamiz dedik, ammo Allohga ishongandek yashamadik. O'limiz dedik, ammo o'lidigandek yashamadik. Qiyomat kuni hisob kitob bor dedik, ammo hisob kitob bordek yashamadik. Cennet bor dedik, ammo jannat bordek yashamadik. Do'zax bor dedik, ammo do'zax bordek yomon ishlardan o'zimizni tortmadik. Shunga biz har vaqt o'zimizning dunyodagi holatimizni unutmasligimiz kerak. İkincisi namoz. Namoz biz musulmonlarning qo'rg'oni. Namozga sal qaradik deganlik bizning qo'rg'onimiz yiqildi deganlik. Bizning qo'rg'onimiz yiqilsa, nafsimiz, shaytonimiz bizga hujum qilib, bizni birdamdan mag'lub qiladi. Shuning uchun Alloh taolo Qur'on Karimda "Fakhalafa min ba'dihim khalfun ada'us salat wattaba'u shahavat." Ulardan keyin kelgan kishilar namozni zoya qildi, undan keyin ular shahvatlariga, havoy havaslariga ergashdi deydi. Demak, namozni zoya qildik, namozga sal qaradik, biz gunohga tushdik degan gap. Namoz bizni gunohdan to'sib turadigan bir qalqon. Shuning uchun Alloh taolo Qur'on Karimda "Inna solata tanha anil fahsha'i val munkar." Haqiqatan namoz gunoh va qabih ishlardan to'sidi deydi. Uchinchisi duo. Yaxshi ish qilishmi Allohning yordami muvofiq bilan bo'lgandek, yomon ishlardan yenish, gunohdan o'zini tortishdimi inson Allohning yordamiga ehtiyojli bo'ladi. Shuning uchun bir gunoh qilib, u gunohdan azoblansangiz, u gunohdan qo'l uzgingiz bo'lsa, siz Allohdan tilang. Ey Alloh, meni bu gunohdan qısla. Ben bu günahını taşlanmadım. Bana yardım ata qısla deb Allah'tan yardım dileyin. Dördüncüsü, nachar dostlarınızdan yiroq turing. Köp hallarda günah başqalardan yuqqan bo'ladi. Shuning uchun siz gunohni tashlash bosqichida bu gunohga ko'nib qolgan do'stlaringizdan yiroq turing. Qiyomat kuni gunoh qilgan kishilarning eng ko'p deydigan gapi "Ya laytani lam attakhid fulanan khalila." Kashki men palani do'st tutmasam bo'libdi ekan deb pushaymon qilish bo'ladi. Beshinchisi, Allohning sizni har vaqt ko'rib turadiganligingizni esingizdan chiqarmang. Agar sizning beshingizga bir tal kamera qo'yilgan bo'lsa, yoki dadangiz sizning beshingizda qalab turgan bo'lsa, shu gunohni qilalamdingiz. Shu rasmlarni, shu qaymaqan videolarni ko'ralamdingiz. Allohdan shunchalik bo'lsa-mu aymining. Alloh taolo qiyomat kuni qilgan barliq yomon ishlaringizni o'ttirdi, qo'ydi. Alloh taolo Qur'on Karimda "Kazalika yurihimullohu a'malahum hasaratin alayhim." Qiyomat kuni ularning qilgan yomon amallarini ularga ko'rsatamiz. Bu ular uchun hasrat bo'ladi deydi. Yana Alloh taolo Sur Nisoning 1-oyatida "Innalloha kana alaykum raqiba." Alloh sizlarni doim kuzatib turadi deydi. 6-si, o'lim sizga ushtumda keldiganligi va sizga tavba qilish fursati bermaydiganligini har vaqt esingizdan chiqarmang. Agar siz shu tavba qilmay, shu gunoh bilan kessangiz, Allohning oldida qanday javob berasiz? Allohning azobiga bardoshlik berlamsiz? Alloh taolo Qur'on Karimda "Iza jaa ahadahumul maut qala rabbirji'un la'alli a'malu salihan fima taraktu kalla." Gunoh bilan tavba qilmay ketgan kishilar qiyomat kuni "Rabbirji'un, ey Alloh, meni bir qaytursang, tavba qilib, yaxshilarni qilib, yaxshilardan bo'lib olsam" deb Allohga zar-zar yalvaradi. Belki bu sizga oxir qatim ogohlantirish bo'lishi mumkin.